Sizdan Mark Gehi haqida so'rasak bo'ladimi? U jamoangizga aynan nimani qo'shadi va nima uchun u sizga futbolchi sifatida yoqadi? U yuqori saviyadagi markaziy himoyachi, milliy jamoa futbolchisi. Shaxsan o'zim klubga uni bu yerga olib kelgani uchun minnatdorchilik bildiraman. U ideal yoshda, ortida bir necha yillik katta tajriba bor. U ham o'ng, ham chap tomonda o'ynay oladi. Men uchun ayniqsa muhim jihat uning o'zi bizning jamoaga kelishni juda istagani bo'ldi. Himoyadagi muammolarimizni inobatga olsak, uning kelishi nihoyatda muhim. Chunki bu muammolar yaqin oylar ichida yo'qolib ketmaydi. Shu sababli u hozir biz bilan ekanidan juda xursandman. Bu katta kuchayish. Uning Angliya jamoasida o'ynashi qo'shimcha rag'bat bo'ldimi? U yirik o'yinlarga o'rganib qolganmi va Manchester City kabi klubdagi bosimga dosh bera oladimi? Ishonchim komilki, agar uning Crystal Palace bilan uzoq muddatli shartnomasi bo'lganida, bu transfer umuman amalga oshmagan bo'lardi. Ammo shartnomaning tugashiga atigi yarim yil qolgani vaziyatni ancha osonlashtirdi. Albatta, Palace va City o'zaro kelishuvga erishishi, futbolchining o'zi ham bizga kelishni istashi kerak edi. Aks holda bu ish bitmasdi.